Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Inson borki, farzandim deb yashaydi. Ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan har bir insonning oldida ulkan mas'uliyat, ya'ni bir shaxs taqdiri orqali millat, davlat va kelajagimizning taqdiriga javobgarlik yotadi. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tmoqchimanki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvar kungi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi 1-sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 21-maydagi O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalarida mobil telefonlardan foydalanishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi 139-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 2025-yil 26-mart kuni Farg'ona tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limining navbatdan tashqari 2-sonli hay'at yig'ilishi bo'lib o'tdi. Hamda umumiy o'rta ta'lim maktablarini telefondan xoli hududga aylantirish maqsadida telefonsiz maktab tizimini amalga oshirish yuzasidan 12 banddan iborat chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Shuningdek, hay'at qarori bilan Farg'ona tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tasarrufidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilar uchun mobil telefondan foydalanish qat'iyan man etildi. Bugun men Farg'ona tumani ta'lim tizimi oldiga aynan mana shu vazifani qo'ydim va bu yo'lda sizlar men bilan kamarbasta bo'lishingizga ishonaman. Farzandingiz telefon bilan emas, kitob bilan do'st bo'lsin, hurmatli ota-onalar. Keyingi yillarda mobil telefonlar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurgani sir emas. Hatto yoshlarimiz ham ta'lim muassasalarida undan foydalanishi, bolani fanlarni yaxshi o'zlashtirilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mobil qurilmalar ko'plab afzalliklarni taqdim etsa-da, haddan tashqari foydalanish ijtimoiy va hissiy farovonlikka, ayniqsa yoshlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Achinarlisi, yoshlar o'rtasida ma'naviy axloqiy xislatlarni buzuvchi zo'ravonlik, shafqatsizlik va pornografik, shuningdek reaksion, sektant, soxta diniy mafkurani targ'ib qiluvchi, atrofdagilarni salbiy harakatlariga undovchi materiallardan iborat bo'lgan ko'rgazma, fon sifatida xizmat qiluvchi rasmlar, audio yozuvlar, video yozuvlar, chizma va suratli tasvirlar, ovozli videoroliklarni namoyish etish, tarqatish kabi salbiy holatlarga olib kelib, natijada yot g'oyalar ta'siriga tushib, noqonuniy diniy oqimlarga aralashib, jinoyatlar sodir etilishiga, onlayn qumarga mukkasidan ketishga sabab bo'lmoqda. Olimlar uzoq vaqt davomida olib borgan tadqiqotlari orqali mobil telefonlarning elektromagnet nurlanishi bizga qanday ta'sir qilishini aniqlashga harakat qilmoqdalar. Keling, bu bo'yicha mutaxassislarimiz fikrini videorolik orqali eshitamiz. Hozirgi vaqtda bolalar ichida o'sha smartfonlar juda ham rivojlanib ketgan, ko'rish hamda telefonlarni o'ynash juda ham ko'payib ketgan. Bolalarda ko'zni qurishi kasalliklari hamda spazm akkomodatsiya kasalliklari juda ham ko'p rivojlanib kelmoqda. Sog'lom bolalarimiz, afsuski, ota-onalarimizni mas'uliyatsizligi hisobiga nogironga aylanib borishmoqda. Biz iltimos qilardikki, ota-onalarimizga, yurtdoshlarimizga iltimos, telefon bolalarimiz uchun emas, faqatgina aloqa vositaga aylanishini iltimos qilgan bo'lardik. Bolalarimiz o'ynamasin telefonni, ularga umuman mumkin emas. Chunki bolalar har xil ko'z kasalliklaridan tashqari umurtqa qiyshaysh kasalliklarini, asab kasalliklarini hammasini bolalarni organizmida mavjud bo'lib qolmoqda. Allani telefonda qo'yib qo'yishadi. Beshikni boshiga yoki o'sha kolyaskasini boshiga allasini qo'yishadi, o'zligisi ishini qilib ketaverishadi. Mana telefonni boshlanishi qayerdan boshlanyapti? Bu juda ham achinarli holat. Hurmatli yurtdoshlarimiz, iltimos qilamiz sizlardan, farzandingizga bee'tibor bo'lmanglar. Barcha bolalarimiz sog'lom yashashga haqli. Bolalarning telefondan o'zlari uchun kerakli ma'lumotlarni olishi, ma'rifiy foyda beradigan, odob, axloqqa chorlaydigan elektron kitoblarni o'qishi ijobiy holat albatta.
Lekin keyingi paytda aksariyat yoshlarimiz mobil qurilmalardan to'g'ri maqsadda foydalanyapti deb kim ayta oladi? Shu ma'noda, hurmatli ota-onalar, hayot tashvishlaridan biroz chekinib, farzandingiz tarbiyasi uchun vaqt ajratishingiz, bolalarni ko'proq kitob o'qishiga jalb qilishingiz, bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etishlari uchun zarur sharoitlar yaratib berishingiz zarur. Shunday ekan, ta'lim sohasiga hech birimizning befarq bo'lishga haqqimiz yo'q. Bolalarimizning kelajakka ishonchini uyg'otish o'z qo'limizda. Aziz ota-onalar, o'qi, bilim ol bolam. Kelajakda buyuk inson bo'lasan deb yashashimiz lozim. O'qituvchi bo'laman, olim, muhandis yoki shifokor bo'laman degan bolalarimizning shaxtini sinishiga yo'l qo'ymasligimiz lozim. Oldimizda turgan asosiy vazifa bolaning ham, ota-onaning ham o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshirishdan iborat. Shuning uchun oilada kitob o'qish madaniyatini shakllantirishimiz kerak. Avvalo o'zimiz gazeta, jurnal o'qib, ularga o'rnak bo'lmog'imiz lozim. Farzandimizning tug'ilgan kuniga eng so'nggi rusumdagi telefon apparati emas, kitob sovg'a qilishga odatlanishimiz kerak. O'zimiz bolamizga telefon sovg'a qilib, keyin uning asosiy vaqti shu matohga termilib o'tayotganligidan nolishimiz hech bir mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Qadrli ota-onalar, sizning farzandingiz bu yurtning ham farzandi. Farzandimizning kelajagiga befarq bo'lmaylik. Bugun ularga nima bersak, ertaga o'sha bizga qaytadi.